Tabasan dedim mi? Tabasın. Bunu da qilyapsiz. Qayerga? Hozir men yetib boraman. Diqqat diqqat. Spirtli ichimliklar inson hayoti uchun zararlidir. Aya do'st, shu bir yil o'tolmadim Rossiyaga, shu yerda asta-asta mayda tirikchilik shu taksi qilyapman. Qanday bo'lyapti vaqt taksida ish? Aya hozir bir kishini bu joyga jiyilishlari bor ekan, shu yerga olib kelib men chiqishini kutib o'tiraman. Tirikchilik uchun qimirlash kerak-ku. Bo'ladi aya, boshqa o'zing qiysam ha. Shukur bo'la Xudoga shukur. Assalomu alaykum. Srochno bir joyga o'tib kelishimiz kerak. Do'st, hay telefon qilaman men bir zakaz qilib berdim. Mana. Ne sizda shashilish Qayerga borish kerak aynan? Az yo'l-joyga aytaman. Mayli, o'tiring qani. Lekin shashilyapman. Qayerga borishimiz kerak? Men bu yerga bir klient olib kelganman. Shu klient kutib turdi Hozir meni. birinchi yo'l-joyga bitta kafe bor. Shu yerda kiramizda srochno chiqamiz. 15 minut ham ketmaydi. Keyin rozi qilaman o'zim. Haydag'in. Mana aynan aytgan joyingizga yetib keldik. Katta rahmat sizga. Marhamat. Bizlar kerak emas. Xush kelibsiz aynan. Assalomu alaykum. Yaxshidan bitta qo'ychi. Marhamat. O'zim ham kakras pul kerak edi. Bu yana qanday sinov bo'ldi? Hali mashinaning arendasini berishim kerak. Bundan tashqari ailada ham qancha problema qalanib jatir. Yo'q, astag'firulloh. Axir haqimni to'liq berdi-ku. Yo'q. Обязательно qaytarib beraman. Aynan, jabrlanadigan paytimiz bo'ldi, vaqt kam qoldi. Mana chekingiz, kassaga borib to'lab qo'yasiz. Aynan kassaga borish esingizdan chiqmasin. 1 minut.
Kakras ayna şu yerde eken. Sizin amanatınız kap ketken eken. Ap geldim ayna. Sen dedin taksiz. No, men taksiz. Men xuddi Arkada oturgan ekeniz kap ketipdi ayna. shuni izlab chiqdim. Hozir 1 minut. Men Hammasi joyida aynan. Brend tiniga tiyishgan yo'q mana endi. Hammasi joyida. Даже ochib ham ko'rgan yo'q mana endi. Beş imkan. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Bu degan Bir tiniga tiyishgan yo'qmi? Bu nima demak? 5000 Odamga tuhmat qilyapsizmi? 5000 kam tabasan. Sana srok etdagi kashqungacha topib beraman. Bu nima deganingiz? Hammasi joyida, men brend tiniga tiyishgan yo'qman. Tabasan dedim-mi? Tabasan. Bu nima qilyapsiz? Men birov haqqini jeydigan inson emasman. Kimga o'ynashgansiz? Vobshe bilmayapsan. Xato qilding batchi. Alo. Baynozim, Eski joyga kelgan tashlama. problem bo'lib qoldi. Og'zingizga qarab gapiring. Men birov haqqini jeydigan inson emasman. Alo. Jamshid tuman tez yetib kel. Qayerga? Rayonning bansasiga. Hozir men yetib boraman.